Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sataniya Semchik. Avvalambor hammalarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklab qolaman. Bore bo'lsa Ramazon oyi va sizlarga bitta yangiligim bor. Men YouTube'ga va Minecraft'ga qaytdim. Yaqinda yangi videolar va streamlar qilib turamiz va menga yangi video uchun bir yangiroq g'oya kerak. Shu g'oyani aytsanglar, kommentariyada yozib qoldirsanglar, keyingi video o'sha sizlar aytgan video bo'ladi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni unutmagan bo'lsanglar, aktiv tushmagan bo'lsa, aktiv ko'rsatib qo'ysanglar. Va sizlarda bitta savol tug'iladi. Semchik shu paytgacha, ya'ni 3 yil ichida qayerda edi? Men qizlar bilan yurgandim desam yolg'on bo'ladi. Biz shu o'qishlar bilan band bo'ldik, hamma o'g'il bola ish degandek va biz yana YouTube'ga qaytdik. Endi shu sizlardan kutayotgan narsa menga g'oya kelmayapti. Bilmayman, miyamga musor kirib qolganmi, qanday g'oya topolmayapman. Shuning uchun sizlar shu kommentariyaga yozib qoldirsanglar, bir ikkita g'oyalar o'shanaqa videolar qilardik. Hammani kutaman. Hammaga xayr.